odamlar o'zini boyligini saqlash uchun yoki qanaqadir muhtojlik bo'lgan joyiga qarz olish uchun o'sha endi islom diniga mansub bo'lsa o'sha tegishli masjidlarga borib pul olgan ekan yoki yordam so'ragan ekan. Endi bizning dinimizga mansub bo'lmaganlar shu o'zini cherkovdan nima deydi so'ragan ekanda shu yordam. Mana shu ikkita tizim, shu bank tizimi rivojlangandan keyin diniy taraf o'sha pastga ketishni boshlagan ekan. Bular o'zini o'sha qirollariga, o'zini o'sha hukmdorlariga bankirlarni haydorlaring. Bular yaxshi odamlar emas deb shunaqa joylar ham bo'lgan ekanki, shu bankirlar o'sha qarz bir-biriga qarz munosabatiga kirishgan, bir-biriga pul bergan odamlari mamlakatidan quvilib, vatangado bo'lib, nechidir yillar ichida o'sha qatag'onchilik davrida yurishga majbur bo'lgan ekanda. Mana shunaqa qilib sekin-sekin bank tizimimiz rivojlanib borgan ekan. Endi bu sizlarga bemalol o'zinglarni sar erkin tutishinglarga, nima deydi, boshlanishiga bilgan narsalarimiz bilan ulashib oldik. O'shanga marhamat, nima savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa, bemalol. Mana tizimda balkim kamchiliklarimiz bordir. Sizlarga noqulaylik tug'dirayotgan narsalar bordir. Ishonchsizlik bir jarayonlari bordir. O'zingizlarda bir qanaqa